Assalomu alaykum. Kechirim qalbim tozaligi. Onlayn treningning aziz ishtirokchilari. Kechirim darslarini, mashg'ulotlarini bajarib, qalbimizni, hayotimizni tozalab kelmoqdamiz. Va har bir insonning o'ziga yarasha tarixi, o'ziga yarasha unutolmaydigan xotiralari har bir insonning o'tmishi bo'ladi. Va bu hayotimiz davomida bizni xafa qilgan, dilimizni og'ritgan juda ko'p insonlar bo'lishi mumkin. Bu insonlar bilan munosabatimiz bizni butun hayotimizga ham ta'sir qilishi mumkin. Aynan qachondir sizni qalbingizga kirgan, sizni sevgan, siz sevgan bir inson, o insonni siz haligacha unuta olmaysiz. Unutgingiz kelmaydi, kechirgingiz kelmaydi, qo'yib yubora olmaysiz. Va mana shuning uchun ham hozir hayotingizga yaxshi vaziyatlarni, yangi insonni kirita olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Har bir insonni o'z kechmishi, o'z xotiralari va hech kimga bo'lishmaydigan sirlari bo'lishi mumkin. Aynan o'sha qalbingizni tub-tubini qarab ko'rganingizda o'sha insonni ko'rasiz. Uni sevdingiz, unga bog'landingiz, unga ishondingiz, uni va'dalariga uchdingiz va uni sizni dilingizni og'ritib ketdi. U inson sizga bergan va'dalari esidan chiqib, arzimagan sabablar bilan sizni hayotingizni tark etgandir. Lekin bu xotira, bu xayollar sizni haligacha tinch qo'ymayapti. Balki kechagina eslagandirsiz, balki bir oy avval, balki bir yil avval eslagandirsiz. Lekin shu kungacha qalbingizda, yuragingizda olib yuribsiz bu xotiralarni va bu xuddiki sizni hayotingizga yaxshilikni kirgizmayotgan bir cho'g'day. Bu cho'g' qalbingizni tirnayotgan bo'lishi mumkin, qalbingizga ozor berayotgan bo'lishi mumkin. Tilka pora qilib qalbingizni, dilingizni vayron qilayotgan bo'lishi mumkin. Ehtimol siz bu bilan o'z qalbingizga quloq solmay qo'ygandirsiz, qalb yo'lidan chiqqandirsiz. Ya'ni alam, nafratga, eski xotiralarga yopishib olib, hayotda nimalar qilishingiz, nimalar orzularingiz borligi esingizdan chiqib qolayotgandir. Balki siz buyuk doktor bo'lishingiz kerakdir. Balki siz chiroyli liboslar dizayneri bo'lishingiz mumkindir. Balki siz bolalarga ta'lim beradigan o'qituvchi bo'lishingiz kerakdir. Balki siz qaysidir kasbni fidoyi xodimi bo'lishingiz va hammaga foydangiz tegishi kerak bo'lgan insondirsiz. Lekin siz qalb yo'lidan chiqib, qalb kasbingizni ham sidqidildan bajara olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu alamlarga, bu nafratlarga qo'shilib olib, o'shanga yopishib olib, shu kungacha siz hayotingizni izga qo'ya olmayotgan bo'lishingiz mumkindir. U ketdi, o'z hayotini qurib ketdi. Unutib ham yuborgandir balki. Oila qurdi, farzandli bo'ldi. Lekin sizchi? Siz qachongacha bu eski axlat bilan yashamoqchisiz? Qachongacha bu og'ir yukni o'zingiz bilan olib yurmoqchisiz? Qachongacha davom etmoqchisiz bu yuk bilan siz hayotingizda?
sizni hayotingizga baxt, omad kirib kelishiga xalaqit berayotgandir balki bu. Buni qo'yib yuborish vaqti kelmadimikan? Bu sizni qalbingizga shunchalik ildiz bo'lib kirib ketganki, uni shunchaki chiqarib olmayapsiz. U har dam xayolingizda, har kun balki xayolingizdadir, balki har oyda, yilda bir esingizga tushar, lekin nimani anglamay yashayotganingizni o'zingiz bilmayotgandirsiz. Bu ildiz sizni qoningizga, butun jismingizga singib ketgandir. Keling, bugun mana shu keraksiz xotiralardan qutulamiz. Keling, bugun shuni qo'yib yuboramiz va hayotimizga yangi vaziyatlarni, yaxshiliklarni, baxtni kirgizamiz. Bizga endi bu nima kerak? Bu xotiralar endi bizga nima kerak? Hayotimizni bu bilan davom ettirsak, yana qancha umringiz qoldi? Eng gullagan davringizni mana shu tosh bilan, mana shu cho'g' bilan, mana shu axlat bilan o'tkazmoqchimisiz? Agar buni qo'yib yuborishga tayyor bo'lsangiz, chuqur nafas oling. Ko'zlaringizni yuming. Tasavvur qiling. Tepadan yorug' bir nur kirib, boshingizni o'rama qismidan kirib kelayotganligini tasavvur qiling. Va bu nur kelib qalbingizdagi o'sha ildiz otib ketgan poyani ildizini, ildizini mahkam ushladi. Tasavvur qiling, bu meni qo'llarim bilan borib, mana shuni ushladim. Energetik nur bu. Va buni qo'yib yuborishga tayyor bo'lsangiz, 1, 2, 3 tortib oldim, mana bu nurdan ozod bo'ldingiz. Shunchalik ildiz otib ketgan ekanki, osonlikcha chiqmadi bu ildiz. Va tepadan yorug' bir nur tushib, bu ildizni poyasi bilan birga eritib yuborayotganligini tasavvur qiling. Buni erib ketdi. Tun bu ildiz yo'q bo'lib erib ketdi. Va u nur sizni boshingizni o'rama qismidan kirib, butun tanangizni tozalayapti. Bu ildizdan qolgan hamma xotiralarni, tub-tubida qolib ketgan oshiqcha narsalarni hammasini eritib tozalayapti. Boshingiz, tanangiz, yuragingiz, qalbingiz. Agar yana ozgina shunday yursangiz, sog'lomsizliklar kelib chiqishi mumkin ekan. Qarang. Qalbingiz tozalanyapti. Qalbingizni tub-tubigacha tozalanyapti. Bu nur, Allohning sevgi nuri butun tanangizni tozalayapti. Matkalaringiz, organlaringiz, boshqa organlaringiz, oshqozon, jigar, yurak, ko'chka va butun tanangiz tozalandi mana. Butun tanangiz toza, yengil. Va mana shunday yengil holatda hamma kerakmas dasturlardan ozod bo'lib, yangi yuklamalar qabul qilamiz. Va bularni qabul qilishga tayyor bo'lsangiz, qabul qildim deb turing. Men yangi hayotni, yangi baxtni hayotimga kirib kelishiga tayyorman va loyiqman. Yuklandi. Men baxtli bo'lishga loyiqman va baxtli hayot qurishga o'zimga ruxsat beraman. Yuklandi. Men hayotim mo'jizalarga boy va farovon bo'lishiga ruxsat beraman. Yuklandi. Men baxtli, boy va muvaffaqiyatli bo'lishga loyiqman va eski xotiralarimdan voz kechishga tayyorman. Yuklandi.
Men hayotimni nurga to'lishiga, doimo yaxshi kayfiyatda va yaxshi xayollar bilan yurishga tayyorman. Yuklandi. Ushbu hayotimdagi yaxshi vaziyatlar uchun shukronalik keltiraman, minnatdorman. Yuklandi. Men baxtliman. Men omadliman. Men muvaffaqiyatliman. Men o'z hayotimni yaratuvchiligimni tan olaman va baxtli hayot qurishga qaror qildim. Yuklandi. Mana shu holatda, mana shu kayfiyatda, mana shu kuchli, baxtli energiya bilan qoling va bir umr mana shu energiya bilan pozitivda qoling. Sizlar bilan Kechirim qalb tozaligi onlayn treningida Madinaxon Muhammadiyevna bo'ldi. Chuqur nafas oling, chiqaring, ko'zlaringizni oching. Yangi hayotga xush kelibsiz azizam. Baxtli hayotga xush kelibsiz.